say you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Videomizda sizlar bilan survival qilamiz do'stlar va bu oddiy survival bo'lmaydi. Biz old bazadagi qishloqchada survival qilamiz do'stlar va men bu videoda sizlarga o'zim haqimdagi bir ikkita faktlarni aytib o'taman va nega video chiqmayotgani, nimaga kam chiqayotgani, nimaga chiqsa ham sal nima g'alatiroq chiqayotgani haqida Stix deb o'zim kimligim haqida va mening yuzim qanaqaligi haqida bir ikkita darslarda bilib olasizlar. Qani bo'lsa ketdik. Nimaga video chiqmayotgani haqida gapirsam do'stlar, meni 1-2 kundan beri mana shu tomog'im sal og'rib, nima qilyapti. Shunga dori ichib yuribman. Ko'p narsa o'sha sababli men video chiqara olmayapman. Chunki bilasizlar, agar bu iloqa bo'lib tursanglar, kimni ham video chiqargisi kelardi. Bemalol kofe ichib o'tiribman. Shunga vuypil. Xo'p, yana bir ikkita narsalarni aytib o'tishim kerak. Misol uchun nimani ham aytardim. O'tgan safar Stix bilan videomni ko'rgan bo'lsanglar, u videoda men Stix haqida bir ikkita ko'p narsalarni sizlarga voy oningni telefonam yuraydi eslatib boshqasini olaman. Xo'p, nima desa bo'ladi? Men Stix bilan intervyuimda Stix haqida ko'p narsalarni bilib olgan bo'lsanglar kerak. Va o'sha videoda meni o'zimning kanalimda topsanglar bo'ladi. Endi o'zim haqimda gapirsam, bu videoda misol adashmasam bir oy oldin mening yuzimga qiziqadiganlar bormi deb shorts chiqardim va 20 tamiki 30 tamiki odam javob beribdi. Deb xullas so'rovnomaga o'xshagan narsa edi. Hamma 100% deyilgan va men ancha oldin bu ishni qilishim kerak edi-yu, endi bu kunga qoldira oldim. Xo'p, bo'lmasa do'stlar yo'q 1 2 3 bas hozir. Men o'zimga maslahat savol edi. Ba'zi survival bo'ladi, yuzim ko'rib ketib qolmanglar, yuragim ezib. O'shanaqa tomog'im sal-pal og'riyapti. Bu voy o'likda qilishsa qo'yib. Hop, hozir. Hop, 3 ta pastga qarab sanaman. 3 2 1. Mana do'stlar, meni o'sha yuzim faqat video qo'ygim kelmadi. Просто tak o'zimning yuzim rasmi. Faqat bu meni o'sha ertalab turib oqib qolgan varianti. Yana u Bashir Asquni ekan, demaydi, yana o'zinglar bilasizlar. Xo'p, mana meni yuzimni ham ko'rdinglar. Ismimni va yoshimni aytishga sal eto'roq deb o'ylayman. Keyinchalik yana bir 1000 ta bo'lganimda qanaqa web kamera, xullas yuzimni ko'rsatib stream yoki boshqa video olsam ham bo'laveradi. Eng muhimi yuzimni ko'rsatib, boshqa misol uchun ismim, yoshim, qayerda yashashim o'xshab aytib qo'ygan. Xullas qolgan narsalarni keyingi videolarimda aytishim mumkin. Hammaga xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosib qo'yinglar.